Assalomu alaykum. Sintaksis mavzusidan testlar ko'ramiz. Choose the correct sentence. Demak, shartiga juda e'tibor berishimiz kerak. Ba'zida to'g'ri tuzilgan gap, ba'zida noto'g'ri tuzilgan gap so'rash mumkin. Xo'p, variantlarni ko'ramiz. Demak, bu yerda who, whom bu insonlar uchun keladi. Demak, bu yerda the book jonsiz predmet. Biza yoki z yoki whichni olamiz. Z bilan vergul kelmaydi, ishlatilmaydi. Mana bu yerda z ni oldida va yesterdaydan keyin vergul bor. O'shaning uchun z ni ola olmaymiz. Bu mavzuni chuqurroq o'rganish uchun Azar kitobini tavsiya qilaman. Unda inglizcha tushuntirilgan. Aynan nuqta vergullari, barcha z, which hammasi zo'r tushuntirilgan. Ingliz tiliga qiynalsangiz, Gapparov kitob o'zbekcha tushuntirilishlari, misol gaplarni o'zbekcha tarjimalari bilan berilgan. Keyingi test, which is correct reported speech. Demak, reported speechni to'g'ri tuzilgan topamiz. I'm tired, she said. Xo'p. Javobini topishga harakat qilamiz. Ko'rib chiqdingizmi? I am deyilyapti. Shunda I she'ga, I am, she was. Mana shunaqa o'zgaradi va bitta zamon orqaga qaytadi. Presentdagi pastga o'tadi. She said that she was tired bo'ladi.